Bu 5 ta kontent turi 2026-yilga kelib aniq trendda bo'ladi. Birinchisi o'rgatuvchi va foydali format. Bunaqa format yordamida siz obunachilaringiz sonini ko'paytirasiz. Misol uchun, Instagramda million prosmotr olishi sizga hech kim aytmaydigan bitta siri bor. Video oxiri uchun ko'rsangiz bilib olasiz. ikkinchi format live format. Bu orqali siz odamlarga shaxsiyatingizni va samimiyatingizni ochib berasiz. Misol uchun, $10 tashlab o'tsa ham bu ko'cha millioner ko'cha. uchinchi format natija. O'zingiz yo'nalishingizda qanaqa natijalar ko'rsatgansiz, o'shani olib chiqing. Bu orqali siz odamlarning ishonchini yana ham oshirasiz. Shu shaxsiy brend orqali $1 million sotuv qilib berdik. To'rtinchisi adaptatsiya. Uchgan trendlarni o'zingizning mavzuyingizga moslashtirasiz. Misol uchun, beshinchisi va eng asosiysi rubrika. Bu orqali siz prosmotrlar soningizni 2x ga oshirasiz. Sodikov.media profilingiz shapkasini analiz qilamiz. Agar siz hali ham o'zingiz yo'nalishingizga mos rubrika topolmayotgan bo'lsangiz, izohlarda rubrika so'zini yozib qoldiring. Qanaqa topish bo'yicha qo'llanma tashlab beraman.